Xo'p, hurmatli obunachilar, Karellarni karbon modelini yig'dik. Eng maza qilgan joyi mana bu karbon detallariga. Haqiqiy karbon. O'zlarining yozuvlari tushirilgan. Balonlarigacha rezina qilingan amortizatorlari bor. Mana bunga e'tibor beringlar. Faralar ham yonib. Buni oldiga qistirib qo'yib, kechqurun o'chirib, olasizlar yoqib, ishlatsanglar ham bo'ladi. Bu zaryadkali. O'zini shnurlari bor. Bemalol zaryadga qo'yib, zaryadkasi o'chib qolsa, foydalansanglar ham bo'ladi. Endi buni sizlarga yana zo'r funksiyasi. Ruchkasi baland bo'ladi. Ya'ni xolasanglar baland, xolasanglar past qilib ishlatsanglar bo'ladi. Endi buni yig'ilishiga qaranglar. Ichidagi komplektli sumka, dajliklarni ham aytib o'taman. Ko'rayotganlaringdek hamma narsasi bor. Bekordan bekor bu yevropeyskiy firma emas. Eng sifatli firmalardan bittasi. Yig'ilishi ko'rayotganlaringdek ixcham shu holatda bo'ladi. Bemalol farzandinglarni 4-5 yoshgacha ko'tarib ishlatib ketsanglar ham bo'ladi. O'zi yengil karbon bo'lganning hisobiga liboy mashinalarga solib olib ketsanglar bo'ladi. Qiynalmaysizlar, yengil. Xolislar bunaqasiga, xolislar bunaqasiga ko'tarib ketasizlar. Narxi 2 million 900 ming so'm. Kelsanglar bemalol ranglarini ko'rsatib, tanlab olib ketishinglar mumkin.